Bugun Vokibov men yaxshi ko'radigan restoranda Nexta joylashgan filialiga bordik. Bu joyda nima uchun yaxshi ko'raman bilasizlarmi? Diyetadagi ovqatlarni hammasini shu joyda topasizlar. Menyuga iftor setlarini ham kirgizib qo'yishibdi. Iftorlik qilgani bemalol shu yerga kelsanglar ham bo'ladi. O'zimizga shunaqa iftor setlarini zakaz qildik. Mana shu taomni juda ham yaxshi ko'raman. O'zlarining fermini souslari bilan shunaqa mazali ketadi. Bu taom ayniqsa pravilniy pitaniyada yurganlarga ayni muddao. Bu taomda ikki xilini zakaz qildik. Bittasi losos baliqli, ikkinchisi tovuqli. Tovuqlisi ham shunaqangi zo'r chiqishgan. Ayniqsa mana shu brokkolisini bilmadim qanaqa pishirishgan. Men umuman yo'masdim, lekin bu joyda brokklisini mazza qilib yeman. Turmush o'rtog'im o'zlariga shunaqa vokam zakaz qildi. Albatta men degustation qilib ko'rmasam bo'lmasdi. Juda ham mazali ekan voklari ham. Bu joyda men eng yaxshi ko'rib yeydigan narsam qancha yesanglar ham semirtirmaydigan burger. Bu joyga kelganimda mana shu maychalik ichimlikdan ichmasdan ketmayman. Juda ham mazali. Hamma ichimliklarning tarkibida umuman shakar yo'q. Xullas bu joyda qancha ta'riflasam ham kam. Undan ko'ra o'zingizlar kelib, ovqatlariga baho beringlar.